Ikkinchi masalamiz mana bu tenglama. Demak, ildiz x qavs ichida 9 darajasida ildiz ostida x kvadrat minus 3 ayrilgan 3 darajasi ildiz ostida x kvadrat minus 3 teng 3 darajasi 2 ildiz ostida x kvadrat minus 3 qo'shilgan 1 minus 3 darajasi ildiz ostida x kvadrat minus 3 plus 1 qo'shilgan 6 ildiz ostida x minus 8 degan tenglama berilgan. Mana shu tenglamani demak ochiq test savolda tushyapti. Tenglama ildizlar sonini toping deyapti. Tenglama ildizlarining yig'indisini toping deb. Demak, nechta ildizi borligini aniqlashimiz kerak va keyin o'sha ildizlarning yig'indisini aniqlashimiz kerak. Balki buning uchun bizga ildizlarni har birini bittadan topib chiqish kerak emasdir, yig'indisini topish uchun. Bizga nechtaligi muhim va ildizlarning yig'indisi muhim. Balki har bittasini bittadan topib chiqarmiz. Lekin bu yerda muammo shundan iboratki, qarang. X, ya'ni noma'lum pastda kelyapti, mana ildiz ostida ham kelyapti, darajada ham kelyapti. Mana shunaqa ko'rinishdagi masalalar ko'pchiligimizni qiynab qo'yadi. Qani qanday yechgan bo'lardingiz aytaylik, mana shu masalani qanday yechgan bo'lardingiz? Irratsional tenglama bo'lsa siz yecha olasiz. Ko'rsatkichli, mana bu keyingisi aytaylik, o'sha ko'rsatkichli deylik. Ko'rsatkichli tenglamani ham yechish mumkin, lekin ham irratsional bo'lyapti, ham ko'rsatkichda bor noma'lum. Mana bunaqalarda o'sha qayta ishlash uchun nima qilish kerak? Men avvalgi darslarimda ham aytib o'tganman, yana aytib o'taman. Masalani yechayotganda unda berilayotgan ma'lumotlar orasidagi bog'liqlikni toping bo'ldi, yetadi. O'sha orasidagi bog'liqlikni topsangiz va o'sha aloqani o'rnatsangiz, tamom, yechiladi masala. Qarang, bu masalani qanday yechishimiz kerak mana. Keyingi qadamda demak, masala mana berilyapti. E'tibor bering. 3 bu shunchaki soddalik uchun men 3 darajasi ildiz ostida x kvadrat minus 3 ni a deb belgilab oldim. Agar o'shanday bo'lsa, bu ildiz ostida x a kvadrat minus a bo'ladi. Mana 9 deganmiz a kvadrat minus a teng bunisi demak 3 ni mana 3 ildiz ostida x kvadrat minus 3 a desak, bu a kvadrat ko'paytirilgan 3 bo'ladi. Plus 1-daraja ko'paytirilgan 3 deb beradi. Plus 1-daraja yana ko'paytirilgan 3 deb beradi. 3 ni qavsdan tashqari chiqarsak, qolgan a kvadrat minus a beradi. Plus 6 ildiz ostida x minus 18 bo'ldi. Mana shu yerda bog'liqlikni topishimiz kerak. Bog'liqlikni qidirishda ham kerak yo'q, ko'rinib turibdi mana. Shunda belgilasangiz, mana a kvadrat minus a bu yerda bor, a kvadrat minus a bu yerda bor. Ana o'shalarni bitta tomonga o'tkazdik. Bir tomonga o'tkazsak, ildiz ostida x minus 3 bo'ladi. A kvadrat minus a ni qavsdan tashqariga chiqarib yuborsak, ildiz ostida x minus 3 qavs ichida qoladi. Bu tomondan esa o'sha hammasini bir tomonga o'tkazyapmiz-da. 6 minus bo'lib keladi, 6 ildiz ostida x, 18 plus bo'lib keladi. Undan 6 ni qavsdan tashqariga chiqarsak, ildiz ostida x minus 3. Yana aloqa topildi-ya. Nima topildi? Mana bu yerda. Mana bu yer bilan mana bu yerda aloqa topildi. Ildiz ostida x minus 3 ikkovida ham bor. Uni chiqardik qavsdan tashqarisiga. Mana. Qavs ichida nima qoldi? A kvadrat minus a, keyin minus 6 ham qoladi bu yerda. Mana tenglamamiz mana bunaqa ko'rinishdagi tenglamaga aylanib qoldi. Bu tenglamani endi yechish menimcha unchalik ham qiyin emas. Aniqlanish sohasini kiritib qo'yamiz, to'g'rimi? Ildiz ostida x qatnashganligi uchun x nima bo'ladi? Qat'iy, katta yoki yo'q, noqat'iy, 0 dan katta yoki teng bo'ladi. Va ko'paytma 0 ga teng bo'lish uchun har bittasini alohida 0 ga tenglab ishlasa bo'ladi. Mana bu a kvadrat minus a minus 6 ni oddiy v teoremasi yordamida ikkita qavsga ajratib oldik. Bu yerdan ildiz ostida x minus 3 0 ga teng bo'lsa, ildiz ostida x teng 9, 3 x teng 9 degan bitta ildiz olamiz. Ha? Aniqlanish sohasi shartlarini qanoatlantiradi. Men aniqlanish sohasini yozib o'tirmadim. A teng 3 olamiz bu yerdan mana. A teng 3 bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerdagi a ning o'rniga 3 qo'ysak, nima bo'ladi? 3 darajasi ildiz ostida x kvadrat minus 3 teng 3 bo'ladi. Bundan nima ko'rinadi? Ildiz ostida x kvadrat minus 3 ning 1 ekanligi ko'rinadi. Mana bu ko'rinadi. Endi buni oddiy kvadratga oshirib 3 ni plusga o'tkazib yuborsak, x kvadrat teng 4. X kvadrat teng 4 bo'lsa, x dan 2 ta qiymat chiqadi, to'g'rimi? X teng 2 va x teng minus 2 degan ko'rinmay qoldi. Ikkinchisi x teng minus 2 degan. Minus 2 ni olmaymiz albatta, aniqlanish sohasiga zid u. Aniqlanish sohasiga kirmaydi. Mana 2 degan yechimini o'zini olamiz xolos. Mana bu yerda a teng minus 2 ni ham olmay ketdik. Mana qizil bilan belgilab qo'yganman. Mana bu yerda a teng minus 2. Nima uchun olmay ketdim? Mana bu yerda 3 darajasida ildiz ostida x kvadrat minus 3 imiz a ga tengku. Agar bu minus 2 ga teng bo'lsa, ko'rsatkichli funksiyaning aniqlanish sohasi bor. Eslaringizda bo'lsa, demak ko'rsatkichli funksiya mana bunaqa grafigi yoki mana bunaqa bo'ladi.
Ya'ni x o'qidan tepada joylashgan. Uning barcha qiymatlari nima bo'ladi? Barcha qiymatlari musbat bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki, mana bu ifoda hech qachon manfiy songa teng bo'lmaydi. Ya'ni musbat sonning istalgan darajasi manfiy emas. Bu yerda-ku teng bo'li degan so'zni o'zbekchasi nima? Bu yerda uning ustiga ildiz ostida x kvadrat minus 3 turibdi. Daraja ham musbat. Musbat sonning musbat darajasi minus 2 ga teng bo'lmaydi. Va ikkita ildizga ega bo'ldik. x1 teng 9, x2 teng 2. Tenglama ildizlar sonini topdik. Mana 2 ta ekan. Ha? Boshqa ildizlarning yaroqsiz ekanligini ham ko'rsatish muhim. O'sha tenglamani yetganda tenglamani yechish deganda nima degani o'zi? Tenglamada, matematikada tenglama yechish deganda tenglamani qanoatlantiradigan sonlarni topish, tenglamadagi noma'lumlarni qo'yganimizda tenglikni qanoatlantiradigan sonlarni topish yoki uni qanoatlantiradigan sonlar yo'q ekanligini ko'rsatish. Biz keyin tenglamani yechayotganimizda mana shu ildizlari bor, undan boshqa ildizi yo'q ekanligini ham ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Mana bunaqa murakkab ko'rinishda. Oddiy o'sha ko'rinib turgan bo'lsa, muammo yo'q. Tenglama ildizlar yig'indisini toping debdi. Demak, 9, 2 qo'shib qo'yamiz, 11 bo'ldi. Ana 2. 2 dan 2 va 11 ekan. Oddiy mana demak o'sha bir ko'rishda murakkab ko'ringan masala aslida oddiy narsa. Ya'ni qadamni tashlasangiz bo'ldi, u yoqqa ketaveradi. Ozgina o'rganishni boshlasangiz, matematikani unaqa murakkab joyi yo'q, bemalol o'rgansa bo'ladigan narsalar.